Qo'rg'on sirlarining 3-mavsumi tanqid ostida. Ssenariy mualliflarining 7 ta jiddiy xatosi. Assalomu alaykum. Media Magnat kanalining ashaddiy muxlislari. Bugun biz bu mavzuga to'xtalamiz. Tomoshabinlar Qo'rg'on sirlarining 3-mavsumini sabrsizlik bilan kutgan edi. Bir necha mavsum davomida tomoshabinni syujet burilishlari, keskin dialoglar va murakkab obrazlar bilan o'ziga rom etgan serialdan kutilgan umidlar juda katta bo'lgan. Ammo yangi mavsum efirga uzatilishi bilan muxlislar hayratda qoldi. Bu avvalgi mavsumlarning davomimi yoki butunlay boshqa hikoyami? Ssenariy mualliflari go'yoki ilgari yaratilgan voqealar zanjirini unutib, yangi sahifani ochishga qaror qilgandek. Natijada bir nechta muhim voqealar tushuntirilmasdan o'tkazib yuborildi. Asosiy qahramonlar o'z xarakteriga yot harakatlar qila boshladi. Vaqt oralig'idagi uzilishlar esa syujetni yanada chalkashtirib yubordi. Ushbu maqolada biz Qo'rg'on sirlarining 3-mavsumda yo'l qo'yilgan eng katta 7 ta ssenariy xatolikni birgalikda ko'rib chiqamiz. Birinchi, 3-mavsumda avvalgi syujet hisobga olinmagan. Qo'rg'on sirlarining 3-mavsumida sodir bo'lgan hamma voqealar avvalgi 2 qismni xuddi yo'qqa chiqargandek bo'ldi. Ikkinchi mavsum yakunida Seyraning hushidan ketishidan oldin aytgan ta'sirli nutqi yodingizdami? Bu so'zlar juftini telba kabi sevuvchi, baxti uchun oxirgacha kurashishga tayyor qizning izhorlari edi. Ammo 3-mavsumda Seyran butunlay o'zgacha qiyofada namoyon bo'ldi. Ferit va Seyran juda mayda ishlar tufayli osonlikcha ajrashib ketishi mantiqqa zid bo'ldi. Ikkinchi, Ferit va Seyranning farzand kutayotgan davrdagi munosabatlari ko'rsatilmagan. Qo'rg'on sirlari muxlislari Seyranning homiladorlik davri va Ferit ikkisining samimiy mehrga to'la kadrlarini kutishgan edi. Ammo homiladorlik e'lon qilingan sahnadan so'ng to'satdan 5 yoshli Doru haqida hikoyalar boshlanib ketdi. Uchinchi, Suna va Abidin qanday qilib yana topishib olishgani tushuntirilmagan. Birinchi mavsumda ularning munosabatlari beg'ubor va samimiy sevgi sifatida ko'rsatildi. Ikkinchi mavsumda ularning yo'llari turli tomonga ajraladi. So'ng Suna yonida Kayo paydo bo'ladi. Biroq kutilmaganda 3-mavsumda avvalgi mavsumdagi juftlik yana qaytib qoladi. Ammo bu nima sababdan yuz bergani, bu vaqtda yana qanday voqealar rivoj bo'lganiga hech qanday izoh berilmadi. Natijada ularning oilaviy hayoti sun'iy va soxta bo'lib tuyuldi. Bu esa tomoshabinlarda yoqimsiz taassurot qoldirdi. Ayniqsa, Kayoning sirli tarzda yo'qolib ketishi tushunarsiz chiqqan. To'rtinchi, antagonist roldagi Chechek butun serial konsepsiyasini barbod qildi. Dastlabki 2 mavsumda Seyran va Ferit ularning munosabatlariga qarshi odamlar bilan kurashib keldi. Ammo 3-mavsumda Abidinning onasi Chechek asosan Xalisga qarshi kurashdi. Uning maqsadi Abidinni qaytarib, korxonalarning boyligini qo'lga kiritish edi. Seyran va Feritning ajralishi uning asosiy nishoni emasdi. Natijada serialdagi drama kamaydi va reytinglari esa pasayib ketdi. Beshinchi, Tarik va Safetni 3-mavsumga juda kech va hech qanday izohsiz kiritishdi. Ikkinchi mavsum oxirida ularni Xalis yo'q qilib yuborgandek edi. Ammo 3-mavsumda qahramonlar yana paydo bo'ldi. Unda nega Tarik Duruning tug'ilganiga 5 yil o'tgachgina bolani o'g'irlashga qaror qiladi? Shuncha yillar ichida u nimalar bilan band edi? Rejissyorlar bunga serialda hech qanday javob berishmagan. Oltinchi, korxonalarning gullab yashnayotgan biznesi nega birdan muvaffaqiyatsizlikka uchradi? Korxonalarning zargarlik biznesi nafaqat Turkiya, balki xorijda ham e'tirof etilgan edi. Biroq 3-mavsumda birdan Feritning boshiga moliyaviy tashvishlar tushadi va butun boshli oila ichida yana aynan u barcha muammolarni hal qilishga majbur bo'lib qoladi. Avvalgi mavsumda xorijiy investorlar bilan imzolangan shartnomalardan asar ham qolmadi. Natijada tomoshabinlar bunday chalkash syujetli ssenariyni ijobiy qabul qila olmadi. Qo'rg'on sirlarining 3-mavsumi tanqid ostida. Ssenariy mualliflarining 7 ta jiddiy xatosi haqida biroz avval so'z yuritgan edik. Xo'sh, 7-jiddiy xatosi qanday? Bu haqda keyingi videolarimiz orqali albatta sizga xabar beramiz. O'zingizni ehtiyot qiling, zavqli kino daqiqalari sizga hamisha hamroh bo'lsin. Biz yana ko'rishamiz. Salomat bo'ling. Media Magnat kanali ijodkorlari.